Bugungi mavzu bel og'rig'i. Bel sohasidagi og'riq eng keng tarqalgan shikoyatlardan biri bo'lib, hayot davomida deyarli har bir inson kamida bir marotaba bu holatga duch keladi. Ammo bel og'rig'i ham har doim ham oddiy mushak zo'riqishi bilan bog'liq emas. Ba'zi holatlarda u jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishligi mumkin. Bel og'rig'ining sabablari turlicha bo'lib, ularni bir nechta guruhlarga ajratish mumkin. Masalan, mexanik sabablar eng ko'p uchraydigan sabab bo'lib, bunga mushak va boylamlarning zo'riqishi, noto'g'ri holatda o'tirish, og'ir yuk ko'tarish kiradi. Degenerativ o'zgarishlar, osteoxondroz, disk churrasi bilan bog'liq holatlar bo'lib, yallig'lanish kasalliklari esa masalan spondiloartrit. Bu turdagi og'riqlar ko'pincha yoshroq bemorlarda uchraydi va ertalabki qotishlik, karaxtlik bilan kechadi. Ichki a'zolar bilan bog'liq bo'lgan holatlar bu buyrak kasalliklari, sidik yo'llaridagi tosh yoki infeksiya va hatto ayrim ginekologik kasalliklar ham bo'lishligi mumkin. Bel og'rig'i quyidagi holatlarda tez-tez uchraydi. Osteoxondroz yoki intervertebral disk churralari, spondiloartroz va spondiloartritlar, mushak spazmlari va miofasal bolevой sindromlar, buyrak kasalliklari, balkim pielonefrit yoki tosh kasalliklari bo'lishligi ham mumkin. Shuning uchun bel og'rig'ini faqat shamollash yoki charchash bilan bog'lab qo'yishlik noto'g'ri tushuniladi. Qanday aniqlashligimiz mumkin? To'g'ri tashxis qo'yish uchun birinchi navbatda dastlabki anamnez yig'ilishligi va klinik ko'rik muhim bo'ladi. Zaruratga qarab quyidagi tekshiruvlar qo'llaniladi. Masalan, rentgen tekshiruvi, MRT yoki MSKT, ayniqsa disk churrasini va nerv ildizlarini zararlanganligini bilishligimiz uchun. Undan tashqari, yallig'lanishga bog'liq bo'lgan og'riqli sindromlarda laborator analizlar bizga yordam beradi. Nimaga e'tibor berish kerak? Quyidagi belgilar og'riq sabablarini aniqlashda muhimdir. Og'riqning davomiyligi va kuchi. Harakat bilan bog'liqlikmi yoki ertalab turganda uyg'ongandagi og'riq va ayniqsa oyoqqa beriladigan irradiatsiya bilan bog'liq bo'lgan og'riqdir. Bu belgilar va mexanik yoki yallig'lanish og'riqlarini bizga ajratib olishlikda yordam beradi. Quyidagi holatlarda esa mutaxassisga murojaat qilishlik, kechiktirmaslik sizlarga kerak bo'ladi. Bu og'riq 1-2 haftadan ortiq davom etsa, agar og'riq kuchayib borayotgan bo'lsa, oyoqlarda uvishish va kuchsizlanish paydo bo'lsa, harakat cheklanishi kuzatilsa, tunda kuchayadigan og'riq va ertalabki karaxtlik paydo bo'lsa, bu holatlarda o'z vaqtida murojaat qilganingiz yaxshiroq. Xulosa qilib aytganda, bel og'rig'i keng tarqalgan bo'lsa-da, uning ortida turli sabablar yotishligi mumkin. Shuning uchun og'riqni e'tiborsiz qoldirmaslik va zarurat bo'lganda shifokorga murojaat qilishlik muhim hisoblanadi. Sog'ligingizni asrang. To'g'ri tashxis va vaqtida davolash asoratlarni oldini oladi.